Assalomu alaykum. Misol yurtda yurgan yurtdoshlar, 27 fevral kuni 2025-yil bir iltimos bilan video obrasheniya qildik. Madina singlimiz bir podstava bo'lib qamoqxonaga tushib qolganlar. Mana Xudoga shukr bir advokat yo'llab shu singlimizni oqlab chiqdik. Hammaga rahmat bergan ehsonlaringiz uchun. Mana yana qo'shimcha qiladi akasi. Assalomu alaykum aziz musofirdagilar. Mana singlim 2024-6-noyabrda Bilsaga tushib qolgandi. 27-fevralda Bahrom aka bilan video obrasheniya qildik. Mana singlim bugun chiqib keldi 21-aprelda. Qilgan duolaringiz uchun, tashlagan pullaringiz uchun rozi bo'linglar Alloh yo'lida. Adilni rahmat aytmoqchiman. Mana shu advokat Jasur Abdullayevga, Bahrom akajon sizga kattagan rahmat. Mana shu qiz boshiga sog'lom bo'ling. Akajon kattagan sizga rahmat. Dilobamga, ammamga shu ishda kim hissasini qo'shgan bo'lsa, hammasiga kattagan rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bugun 21-aprel, Xudoga shukr, mana singlimizni oqlab, shu advokat yordamida mana olib keldik. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar.